Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı momun musulmon tuğanlar, bizdin kanalın köröçülörü. Biz kayradan sizler menen Kur'an'dı to'g'ri o'quv sabag'imizni o'rgatamiz. Bugun biz sizler menen Qur'oni Karimdagi Al-Ikhlas surasini to'g'ri o'qiganda o'rganamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad. Kul huvallohu ahad. Ahad sözünde dal tıbışını qalqalaqlaymiz. Ahad, ahad. Allahus samad, Allahus samad. Oşunda as-samad sözündeki dal tıbışını qalqalaqlaymiz. Allahus samad. Mes balikim Allahus samad, as-samad. Bir esketki tatan narsa. Birinci jana ikinci ayatlarda qo'shib o'qiganda min to'qilat. Qul huvallohu ahadunillahus samad. Keyingi ayat lam yalid va lam yulad. Bu oyatdagi sukundu dal tovushlarini qalqalam bilan chiqaramiz. Taxta aytganda titretib o'qiymiz. Keyingisi va lam yakul lahu kufuwan ahad. ولم يكن له كفوا أحد. Allah Teala barızga Kur'an-ı Kerim'de en to'g'ri jana qo'z o'qiganga yordam bersin.